Rasululloh aytdilar alayhisolatu vasallam, sadaqotni azamuho, eng kattasini aytib beraymi dedilar. Eng katta sadaqotni aytib beraymi? Yani dumba taxliyasiz. Olov yoqding-ku. Undan kattasi bo'lmaydi. Azam degan eng katta Tasha. degani. Erkak kishini eng katta oladigan ajri, savobi, ya'ni xudoyisi oilasiga, xotin bola chaqasiga qilib bergan taomi dedilar. Mana kechqurun ovqat qilib berasizmi xotiningizga? Undan katta xudoy bo'lmaydi. Bizdan chaqirib xudoy qilasizlar-ku domlalar. U kichkina xudoy u. Hamdim 100 ta imomni chaqirib, hammani chaqirib qilgan xudoyingizdan baribir xotiningizga, bolangizga yetirganingizga ko'proq savob olasiz. Buni yaxshi bilish kerak. Mana boshqacha stilda osh qildim. Shunaqa ajib osh qilmanki. Ayollarni Rasululloh aytdilar, ayollarni hurmat qilganlar oliyjanob kishilar, ayollarni ezgan, zaifaligini bilib ularga zo'ravonlik qilganlar pastkash insonlar.